Acayip heyvet, intayin kona, dünyadaki en mükemmel saklangan tarihi, en uzun tup kurulmuş şehir. Del Muşiye. Buyanın ismi Yargol Kadimi şehri. Bu yer bunundan 2400 yıl burun kurulgan bulup, ta ki 14. asırgacha intayin güllengen. Tangsız devrde acayip güçlengen. Burunki igiz haruluqlarınki dölti bu, bir beglik. Qaranglar, intayin yaş qaranglar. Mao tamlaga 2400 yıl bo'pti qarindoshlar. Shubet turibdi. Asli o'z vaqtida qaragan bo'lsangiz, balkim buningdan nechasi igiz, nechasi qilin bo'lishi mumkin. Nayt odan qaranglar, jumi. Mao qanday ekan? Mao butxon ekan. Shu vaqtda kishilar butqishindida qaranglar, men bu yerga nima keldim o'ynaydigan bilim qarindoshlar. Mushta yerlarni o'zini chiqolmaysiz. Ma'lum bir ishlar bilan yoki ma'lum xizmat tufayli sir chiqolmaydiganlarga qulaylikqa tushish shakilda sizlarga yo'llab beraman qarindoshlar. Ichim shu qamir uchun astoydil ko'rsanlar bo'ldi. Qaranglar, nima degan hayvatay, butunlay uyg'a ekan bu. Menda qilib ham kesak sag'aya emasmi, uyub. Shu to'pni uyub yasag'a ekan. Intayin hayvatgan. Ajoyib hayvatgan men. Kögen sir kögünla keldi. Agarchi bu yer hozir burunqidek intay mukammal hayot bo'lmasmi, lekin ma'nodan biz nurg'un narsani tushuna olamiz. Qaranglar, o'yin ko'rining. O'yin ko'rining ekan sana shu vaqtdagi qarovullarningki uy ekan. Shu yerda yozilibdi. Qaranglar. Nima degan hayvat. Agar shu vaqtda müşahede kuralgen bo'lsak balkim buningdan munoyat isl bo'lgan bo'ladi qarindoshlar. Afsus, biz hozir kuratimiz. Shunda bo'lsa-mu, mushni kuralganimdan men intayin xushal. Qaranglar. Mao müşahede uyub, ya'ni yashadiki qadimiy yodgorliklarni qo'lgan vaqtda uyg'a ekan. Qaranglar, butunlay asti uymallik ekan. Mao yiroqdan tatqan ko'rinish. Nalani o'ylarsizlar, mushni ko'rib nima isinglar keladi qarindoshlar. Hayvatgana, mushning o'xshash sizlar baranmaydigan, ko'rinmaydigan ajoyib yerlarni sizlarga suratga keltirib beraman. Men hozir Qumga keldim qarindoshlar. Men Shinjongning ham yeriga, butun mamlakatning ham yeriga ajoyib mushning o'xshash go'zal, o'zgacha, qadimiy joylarni suratga kelib, tafsir yo'llab beraman. Yoqtirsanglar, hammanglar o'lt raqam yo'llab qo'yishlar birga ko'njuk qo'yinglar. Men yo'llagan zopillar oldi bilan sizlarga boradi. Qaranglar, Mao shu vaqtdagi uy ekan.